iPhone kamerasi tengsiz degan videoyimdan keyin kommentariyamda juda ko'pchilik Vivo X200 Ultra iPhone 16 Pro Max dan ancha kuchli degan izohlarni yozib qoldirgan. Keling ikkalasini kamerasini solishtirib ko'ramiz. Kamera megapiksellari keladigan bo'lsak, asosiy hamda ultra keng burchakli kamera megapiksellari Vivo X200 Ultra da 50 megapiksel, iPhone 16 Pro Max esa bu 48 megapikselni tashkil qiladi. Telefoto, ya'ni zoom Vivo X200 Ultra da 200 megapiksel, iPhone da esa bor yo'g'i bu 12 megapikselni tashkil qiladi. Video olish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, Vivo da bu 8K 30 fps, iPhone da esa 4K 120 fps. Bu yerda ham sonlarda Vivo ancha kuchliroq ko'rinadi. Hozir sizga ikkita rasm va ikkita video qo'yib beraman. Ularni biri Vivoda, biri esa iPhone 16 Pro Max da olingan. Izohlarda qaysi biri kuchliligini o'zingiz yozib qoldiring. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha, agarda sizga zoom yoki makro syomka kerak bo'ladigan bo'lsa, Vivo ancha kuchli, lekin sizga video syomka kerak bo'ladigan bo'lsa, iPhone baribir ham tengsiz. Qo'shimchasiga, agarda siz telefoningizni qimmatroq sotmoqchi yoki arzonroq telefon olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, men yangi Telegram kanal ochdim. Kanal linki bioda. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying.